100% win rate bu aldov. Siz hali ham 100% win rate ishlaydigan strategiya izlab yuribsizmi? Ishonavering, bunaqa strategiyaning o'zi yo'q. Har bitta strategiyani o'zini ishlash davri bo'ladi. Xoh bu klassikada bo'lsin, xoh bu smart moneyda bo'lsin. Buni bilmagan yangi boshlovchi treyderlar nima qiladi? Bitta konsepsiyani o'rganadi, uni back test qiladi va bozorda forward test qilib savdoga kirishni boshlaydi. Savdoga kirgandan keyin uje 1 marta, 2 marta, uje 3 marta stop loss ishlagandan keyin uje bo'ldi. Klassikani tashladim, smart moneyga o'taman. Uje yana strategiyaga o'tib, o'zini vaqtini yo'qotadi. Endi savol tug'iladi, o'zi nima qilish kerak? Bitta strategiyani o'rganib turib, uni realniy jonli bozorda kamida 2 oy, 3 oy yoki 4-5 oy, 1 yil test qilib, uni kamchiliklarini tuzatib, trading jurnaliga uni tushirib, hammasini to'g'rilagandan keyingina sizga win rateingiz ko'tarilgan hisobiga foydaga chiqib ketish imkoniyatingiz balandroq bo'ladi. Tradingga oid ma'lumotlarni kuzatish uchun mana sahifamga obuna bo'lishni unutmang.